Aka uka kim? Aka uka bitta ota-onadan dunyoga kelgan. Qarang, bitta ota-onadan dunyoga kelgan. Bitta hovlida, bitta xonada yashagan. Bitta qozonda pishgan taomni yegan, bitta tovoqdagi taomni yegan, bitta nonni bo'lishib yegan. Ko'chadan yig'lab kelsa, boshini silab ko'chaga yugurib chiqqan. Xursand bo'lsa xursand bo'lgan. Ko'rmay qolganda yoshlikda bir-biriga ichkib kasal bo'lib, bir-birini ko'rsatilganda quchoqlab turib, boshini yelkasiga qo'yib sog'indim degan aka-ukalar. Ukasini patinkasi yirtilib qolib, kiyishlikka yaroqsiz bo'lib qolganda, o'zi kiyayotgan, yaxshi ko'rgan poyabzali bo'lsa-da, ukasiga berib turgan. Aka-uka kim?